Yilning ilk kunidan avtomobil sug'urtasi narxi oshadi. Chiqindidan qarzdorligi bor xonadonlarda elektr uziladi. Jiguli, Moskvich kabi mashinalardan foydalanish taqiqlanadi. Jamoat transporti qimmatlashadi. O'zbekistonliklarni 1-yanvardan qanday o'zgarishlar kutmoqda? Assalomu alaykum. Yilning ilk kunidagi qisqa tahlilni boshlaymiz. 2026-yilning 1-yanvar sanasidan boshlab avtomobil sug'urta polis narxlari oshirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga ko'ra haydovchilar soni cheklangan polis narxlari quyidagicha bo'ladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati uchun yengil avtomobil sug'urta narxlari 192 ming so'mni tashkil etadi. Yuk avtomobillari 336 ming so'm. Boshqa hududlar uchun esa bu narx yengil avtomobillar uchun 160 ming so'm, yuk avtomobillari uchun esa 280 ming so'mni tashkil etadi. Xorijdan kirib kelayotgan transport vositalari uchun cheklangan sug'urta miqdori: yengil avtomobil 320 ming so'm, yuk avtomobili 560 ming so'm. Cheklanmagan polis sotib olish uchun mazkur narxlar 2 baravar to'lanishi lozim. 2026-yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan avtotransport vositalaridan foydalanish, ularni qayta ro'yxatiga olish taqiqlanadi. Antikvar avtotransport vositalari bundan mustasno. Shuningdek, umumiy vazni 44 tonnadan ortiq bo'lgan N3 va A4 toifadagi yuk tashuvchi va maxsus transport vositalari hamda ochiq konlarda ishlovchi, o'zi ag'daruvchi yuk avtomobillari, shuningdek, antikvar avtomobillar uchun alohida ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda 2025-yilga kelib transport vositalari soni 5,2 milliontadan oshgan. Shundan 87,6 mingtasi ishlab chiqarilganiga 50 yil bo'lgan mashinalardir. Bunday avtotransport vositalari xavfsizlik talabiga javob bermaydi va ekologik me'yorlarga mos emas. 30% ko'proq zararli gaz ajratadi hamda eskirgan transport vositalari davlat raqam belgisini noqonuniy taqib yurish holatlariga sabab bo'lmoqda. O'tgan yilda ijtimoiy tarmoqlarda 2026-yil 1-yanvardan boshlab ekologik hududga kiruvchi qizil va sariq toifadagi avtomobillar jarimaga tortilishi haqida xabarlar tarqalgandi. Aslida bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, 2026-yil 1-yanvardan O'zbekiston sharoitida ekologik stiker, ya'ni ekologik transport tizimi kuchga kiradi. Biroq tizimga oid qoidalar buzilganda jarima qo'llash 2 yildan so'ng boshlanadi. Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, ekostikerlar 3 xil: yashil, sariq va qizil ranglarda bo'ladi. Dastlab mashinasi sariq yoki qizil stiker olgan haydovchi stikerlar rangini o'zgartirish huquqiga ega. Mamlakatdagi barcha hududlarda diagnostik markazlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Sariq yoki qizil stiker olgan fuqarolar transport vositalarini shu diagnostik ko'rikdan o'tkazib, stikerlar rangini o'zgartirishi mumkin. Masalan, qizil stikerli avtomashinalar toza hududga kirmoqchi bo'lganda bevosita xabar berib boriladi. Chunki transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar va hisobotlar yo'l harakati xavfsizligi tizimida elektron tarzda yuritib boriladi. Bu borada yagona elektron tizim mavjud. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, jarima qo'llash tizimi 2026-yil 1-yanvardan boshlanmaydi. Ekostiker rangi mos kelmaydigan hududga kirganda haydovchilarga tegishli tartibda jarima qo'llash 2 yildan so'ng boshlanadi. Yil boshida jamoat transporti narxi oshadi. Bu faqat Andijonda, ya'ni Andijon shahrida 2026-yil 1-yanvardan yo'l haqqini naqd pulda olish amaliyotidan voz kechiriladi. Bu haqida 2025-yil 17-dekabrda viloyat hokimining qarori e'lon qilindi. Mazkur qarorga asosan Andijon shahrida bir yo'lovchi uchun elektron to'lov orqali to'lov amalga oshirilganda bir martalik rag'batlantirish tarif 2100 so'm, bir yo'lovchi uchun qatnov naqd pulda amalga oshirilganda cheklangan tarif miqdori 3000 so'm. Avtobus va mikroavtobuslarda hajmi 60 cm, 40 cm, 20 cm dan 100 cm, 50 cm, 30 cm gacha bo'lgan va uzunligi 150 cm dan 200 cm gacha bo'lgan buyumlarni hamda o'lchamidan qat'iy nazar og'irligi 20 kg dan ortiq bo'lgan bir yo'lovchining bagajini olib yurish xizmati uchun 3000 so'm. Qatnovlar soniga bog'liq holda belgilangan tarif rejalarini hisoblash uchun cheklangan tarif esa 1600 so'm etib belgilandi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga hamrohlik qiluvchilar, Afg'oniston urushi qatnashchilari va nogironlarga imtiyozlar beriladi.
Shuningdek, yangi qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab turar joy majmualari qurilishida obyekt nomi davlat tili, ya'ni o'zbek tilida bo'lishi shart etib belgilandi. Shuningdek, davlat tili qoida va talablariga qat'iy rioya qilinishi lozim. Bundan tashqari, qurilish obyektlari loyihalari aks etgan bino pasporti, peshlavhalari, qurilish maydonlari atrofidagi vaqtinchalik devor va to'siqlar, reklama va e'lonlar kabi barcha yozuvlar ham o'zbek tilida rasmiylashtiriladi. Yil boshidan har oylik chiqindi qarzdorlarining elektr hisob raqami bloklanadi. Yangi tartibga ko'ra, agar chiqindi xizmatidan bir oylik qarzdorlik o'z vaqtida to'lanmasa, abonentlarning elektr energiyasi uchun to'lovi vaqtincha to'sib qo'yiladi. Chiqindilarni olib chiqish xizmatlari uchun to'lov to'liq amalga oshirilgach, cheklov avtomatik ravishda olib tashlanadi. Yil boshini faqat jarima va to'lovlarga sarflash bilan boshlarkanmiz deb o'ylamang. Yaxshi yangilik ham bor. Ya'ni davlat xizmatchilari maoshi oshirilishi mumkin. Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining ish haqqi, tajriba, malaka, natijadorlik va professional ko'nikmalariga qarab yangi yagona tizim asosida belgilanadi. Yangi yil bilan Qisqa News ijodiy jamoasi yana bir bor tabriklaydi. Yil davomida birinchilardan bo'lib xorij va yurtimizda sodir bo'lgan voqealar haqida Qisqa News'da bilib oling.